Allohga shukr azizlar. Mana eson-omon qishdan chiqib oldik. Bahor oylariga, ekin-tekin oylariga keldik. Kattalar, yoshi ulug'lar aytardilar, mana shu hamal kirgan kunlarda hamal kirdi, amal kirdi deyardi. Haqiqatda ham mana amal kirdi, daraxtlar gulladi. Odamlarga bir xursandchilik, ko'ngliga bir ravshanlik beryapti. Qishni zimiston deydilar. Zimistondan chiqishlik bir nurga chiqdik, alhamdulillah. Allohdan so'raylikki, bu yangi kunlar mana qadimdan ajdodlarimiz ayni mana shu kunlarini ekin-tikin kuni deb qabul qilishgan. Shuning uchun shu kunlarda bayram qilgan. Buni qilishlikdan maqsad ham o'zi shu. Hammani shu kunda ko'chat ekishlikka amr qilingan. Hamma mana shunday qilingan, hasharlar qilingan, ko'chalar yig'ishtirilgan. Bugun ham Allohga shukr, biz yurtimizda mana shu kun mana ajib bir bayramlik bilan, xursandchilik bilan o'tyapti. Alloh bundan keyin ham hayotimizni xursandchilik bilan qilgan bo'lsin. Bu hijriy shamsiy taqvimi bo'yicha Quyoshning birinchi burjiga, oyning 12 burjidan biri hamalga to'g'ri keladi. Ayni mana shu kunlari demak yangi kun, yangilanish, bu Navro'z keldi degani. Navro'zda bu tojikcha, forschadan tarjima qilsa yangi kun boshlandi degan ma'noda. Bu kunlarda demak hamma qo'lidan kelganicha bir ko'proq ekin ekishlikka harakat qilishlik kerak aslida. Dinimizda daraxt ekishlikka, ko'chat ekishlikka juda katta e'tibor bor. Bittagina hadisini aytay, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, agar sen deydilar bir ko'chatni ekayotgan bo'lsang, qiyomat boshlanib qolsa, sen ko'chatni ekishni tugatib qo'yaver deydilar. Bo'lmasa nima kerak? Qiyomat boshlanganda bilasizlar, hech narsa qolmaydi. Lekin Rasulimiz alayhisalom buni majoziy ma'noda aytibdilar. Shunchalik e'tiborli bu deb. Sen ko'chatingni ekib qo'yaver deyaptilar. Mashhur sahoba Huzaymi ibn Sobitning o'g'illari aytadiki, bu sahoba, mashhur sahobaning o'g'li aytayaptilar. Bizni uyimizda yerimiz bor edi, bizga qarashlik deydi. O'sha yerga hech narsa ekilmagan edi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu xalifalik davrida. Hazrat Umar kelib otamga qarab, "Ma yamna'uka an tafrisa ardak?" Yeringizga bir narsa ekishlikda nima to'xtatdi sizni? Nimaga yeringizga hech narsa ekmayapsiz deb so'radi. Shunda otam aytdiki, ana shayxun kabir dedi. Men yoshim katta bo'lib qoldi. Amutu g'adan, ertaga o'lib ketadigan odamman. Nima qilaman? Ekin. Shunda Hazrat Umar aytdilarki, "A'zimu alayka litagrisanna" dedilar. Ya'ni, "Yo'q, unaqa qilmang" dedi. Bo'sh joyda yeringiz bo'sh turmaslik kerak. Albatta bu yerga ko'chat ekish kerak deb Hazrat Umar radhiyallohu anhu o'zlari kelib otam bilan birga o'zi ko'chat ekkanini men ko'rdim. Demak, yerimizni bo'sh joyi bo'lmaslik kerak. Mana prezidentimiz Sayxunobodga borganlarida men o'zim ham birga bo'lganman 2024-yilda. Sayxunobodda bir tajriba qildilar. O'sha hamma uyiga bir narsa eksin, teplitsa qilsin, issiqxona qilsin. Ekkan narsasini ekishlik bitta narsa, uni sotishlik ham bir muammo. Endi shunaqa bir tizim qilib berdilarki, ekin sotib olishini ham kim olishigacha tayinlab qo'ydi. Sen ekasan, sen sotib olasan dedi. Hokimiyatga topshiriq berdi. O'sha joyda ancha ish yurishdi hozir. Men Arabistonlarga borganda o'zimizni yerlarimizni eslab juda ham Allohga hamdlar aytaveraman. Ba'zi joylarida bitta daraxtni, bitta ko'chatni o'stirish uchun Arabistonlarda o'sha tomchilab sug'oradigan suvini avval sovuq xonada sovutib, keyin o'tkazishadi. Shuncha qiyinchilik bilan bitta ko'chatni yetkazadi. Bizni yerlarimizga mubolag'a bilan aytsak, ketmon sopini suqib qo'ysangiz, ertaga ko'karib ketadi. Endi shunaqa Alloh bergan zaminda hech narsa ekmaslik ham yaxshi emas. Endi albatta bu baland uylarda turadigan odamlar uchun orzudir. Yeri yo'q, hovlisi yo'q. Lekin qayerga bo'lsa ham ekib qo'yaverish kerak ekan aslida. Ayni o'zing uy emas, Alloh uchun deb bir yo'l chekalariga, bir joylariga qayerga bo'lsa o'sha mana mahalla birlashib kelib shu joyda bitta joyda bog' qilamiz deb ekib qo'ysin,
ertaga buni soyasida birov o'tirsa ham ekkan odamga savob boradi. Alloh hammamizni o'zimizdan keyin bir bog' qoldirishlikka sababchi qilsin. Yaxshidan bog' qoladi, yomondan dog' qoladi deb xalqimiz bekorga aytmaganlar. Ilohim hammamizdan bog'i rog'lar, go'zal koshonalar qolishlikni Alloh nasib qilsin.